Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlarga endi nimalar taqiqlanadi? Qaysi harakatlar pensiya to'lovining to'xtatilishiga, qayta hisob-kitobga yoki ortiqcha olingan pulni qaytarishga olib kelishi mumkin? Men bu masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida aniq tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va yaqinlari uchun ham juda kerak. Chunki ko'p holatda xatoni pensionerning o'zi emas, uning nomidan ish yuritayotgan qarindoshlari qiladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pulingizni, huquqingizni va asabingizni saqlab qoladi. Avvallari ko'p odamlar pensiya masalasiga oddiy qarardi. Yoshga yetdim, hujjat topshirdim, pensiya tayinlandi, har oy pul kelaveradi deb o'ylardi. Agar odam boshqa joyga ko'chsa, ishlay boshlasa, chet elga chiqsa, bank kartasini boshqa birov ishlatsa yoki hujjatlarda o'zgarish bo'lsa, bu haqda alohida xabar berish kerakligini hamma bilmasdi. Ba'zan baribir davlat biladi, hammasi bazada ko'rinadi. O'zim borib yurishim shart emas degan fikr bo'lardi. Endi esa vaziyat boshqacha. Pensiya tizimi tobora ko'proq ma'lumotlar bazalari bilan solishtirilmoqda. Fuqarolik holati, yashash manzili, ishga kirish, bank operatsiyalari, chet elga chiqish-kirish, nogironlik muddati, vafot etganlik holati, vasiylik yoki ishonchnoma kabi ma'lumotlar turli idoralar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni kuchaytiradi. Kimning haqqi bo'lsa o'sha oladi. Lekin e'tiborsizlik qilgan odam uchun muammo ham ko'payadi. Noto'g'ri ma'lumot bersa, o'zgarishni yashirsa yoki talab qilingan hujjatni vaqtida taqdim etmasa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi yoki ortiqcha to'langan summa qaytarib olinishi mumkin. Men alohida ta'kidlayman, gap hamma pensionerlarga hamma narsa taqiqlandi degani emas. Gap pensioner maqomida bo'lgan odamning ayrim majburiyatlari borligi va endi bu majburiyatlarga beparvo qarash mumkin emasligi haqida ketmoqda. Taqiq deganda men birinchi navbatda pensiyani noqonuniy olishga, o'zgarishlarni yashirishga, boshqa odam nomidan pulni asossiz yechishga, hujjatlarni soxtalashtirishga va belgilangan tartibni buzishga yo'l qo'yilmasligini nazarda tutyapman. Birinchi navbatda pensiya tayinlangandan keyin hayotida muhim o'zgarish bo'lgan pensionerlar e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, siz doimiy yashash manzilingizni o'zgartirdingiz. Bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chdingiz yoki boshqa tumanga ro'yxatga turdingiz. Bunday holatda pensiya ishingiz qayerda yuritilishi, to'lov qayerdan amalga oshirilishi, bank rekvizitlari va manzil ma'lumotlari yangilangan bo'lishi kerak. Agar eski manzilda hujjat qolib ketgan, yangi joyda esa ro'yxat to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashagan 67 yoshli pensioner Samarqandga farzandinikiga ko'chib o'tdi. U pensiya kartasidan pul kelayotganini ko'rib, hammasi joyida deb yuraverdi. Oradan bir necha oy o'tgach, yashash joyi bo'yicha tekshiruvda uning eski manzilda yashamayotgani aniqlanadi. Agar u yangi manzilni vaqtida rasmiylashtirmagan bo'lsa, qo'shimcha savollar tug'iladi. Pensioner qayerda yashayapti? To'lov haqiqatan ham o'ziga tegayaptimi? Pensiya ishini qaysi hudud yuritish kerak? Mana shunday oddiy e'tiborsizlik bir necha haftalik yugur-yugurga olib kelishi mumkin. Ikkinchi guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Bu yerda juda muhim noziklik bor. Agar nogironlik ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertizadan qayta o'tish muddati bor. Odam bu muddatni o'tkazib yuborsa, to'lov to'xtashi mumkin. Chunki davlat nuqtai nazaridan huquqni tasdiqlovchi asos yangilanishi kerak. Men hali ham kasalman, nega to'xtaydi degan savol tabiiy. Lekin huquqiy tomondan kasallik faktini og'zaki aytish yetarli emas. Belgilangan tartibda tasdiqlovchi xulosa kerak. Masalan, ikki guruh nogironligi 1 yil muddatga belgilangan fuqaroning qayta ko'rish sanasi undexmay bo'lsa, o'yin oxirigacha bormay yurdi. Keyin pensiya kelmay qoldi. Bunda muammo davlat xohladi, xohlamadi degan joyda emas, hujjat muddati tugagani bilan bog'liq. Shuning uchun men har doim aytaman. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotganlar telefon kalendariga qayta ko'rik sanasini yozib qo'ysin. Farzandlarga ham eslatib qo'ysin. Tibbiy hujjatlarni oldindan tayyorlasin. Uchinchi guruh pensiya olib turib ishlayotganlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa bo'lmaydi deb noto'g'ri tushunadi. Yo'q, ishlashning o'zi umumiy ma'noda taqiqlanmagan. Pensioner qonuniy mehnat qilishi, shartnoma asosida ishlashi, daromad olishi mumkin.
Lekin ayrim turdagi pensiya yoki ustamali bo'yicha ishga kirish, daromad olish yoki lavozim o'zgarishi ta'sir qilishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov, ayrim kompensatsiyalar, qo'shimcha imtiyozlar yoki ijtimoiy mezonlarga bog'liq to'lovlar bor. Har bir holatda men ishlasam pensiyam kamaydimi yoki yo'qmi degan savolni aniqlashtirish kerak. Hayotiy misol. Olim bir yoshli ayol yoshga do'ri pensiya oladi va maktabda yarim stavka ishlaydi. Uning yoshga do'ri pensiyasi ishlagani uchun avtomatik bekor bo'lmaydi, lekin boshqa bir holatda boquvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan shaxs ishga kirsa yoki ta'lim shakli o'zgarsa, uning huquqiga ta'sir qiladigan shartlar paydo bo'lishi mumkin. Demak, hamma pensionerlarga bir xil javob berib bo'lmaydi. Hujjat turini, pensiya turini, qo'shimcha to'lov asosini ko'rish kerak. 4-guruh chet el uzoq muddatga chiqayotgan pensionerlar. Chet elga borishning o'zi jinoyat ham emas, taqiq ham emas. Lekin doimiy yashash uchun ketish, uzoq muddat qolish, yashash manzili va bank operatsiyalarini boshqa odamga topshirib qo'yish pensiya to'lovi bo'yicha savollar tug'diradi. Agar pensioner chet elda bo'lsa, pensiyani kim olayotgani ishonchnoma bormi? Pensioner tirikligi va huquqi tasdiqlanganmi? To'lov shartlariga rioya qilinyaptimi? Bularning hammasi muhim. Masalan, ota Rossiyaga farzandnikiga ketdi va 10 oy qaytmadi. Pensiya kartasi esa kelinida qoldi. Har oy karta orqali pul yechildi. Ota Rosdan ham rozimi? Pul unga yetib boryaptimi? Karta egasi o'zi ishlatyaptimi? Agar keyin nizo chiqsa, bank kartasini ishlatgan odam o'zi bergandi deb aytishi mumkin. Lekin huquqiy jihatdan og'zaki kelishuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa pensioner betob bo'lsa, hujjat imzolay olmasa yoki keyinchalik merosxo'rlar o'rtasida tortishuv chiqsa, bu juda katta muammoga aylanadi. 5-guruh pensionerning bank kartasidan boshqa odamlar foydalanayotgan holatlar. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Pensionerning kartasi uning shaxsiy moliyaviy vositasi. Farzandi yordam berishi mumkin, doğrusini olib berishi mumkin. Kommunal to'lovni to'lashi mumkin. Lekin karta va PIN kodni to'liq olib qo'yish, pensioner roziliksiz pul yechish, baribir ota-onamniki deb ishlatish mumkin emas. Bu oilaviy masala bo'lib ko'rinsa ham, amalda moliyaviy huquq masalasidir. Tasavvur qiling, yetim 2 yoshli onaning pensiyasi 1.400.000 so'm. O'g'li kartani olib, har oy 200.000 so'mini o'z ehtiyojiga ishlatadi. Onaga esa do'ri qimmat. To'lovlar ko'p deb tushuntiradi. Ona keyin bankdan ko'chirma olganda pullar boshqa joylarga ketganini biladi. Bunday holatda bu oddiy oilaviy kelishmovchilik emas, pensionerning mulkiy huquqi buzilishi bo'lishi mumkin. Shuning uchun yordam berayotgan qarindosh hammasini shaffof qilish kerak. Cheklarni saqlash, pensionerga tushuntirish, kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtirish. Kimlar ortiqcha xavotir olmaslik kerak. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, tibbiy yoki boshqa muddati tugaydigan hujjatingiz bo'lmasa, o'zgarishlarni yashirmayotgan bo'lsangiz, vahimaga tushishga asos yo'q. Lekin baribir men tavsiya qilaman, yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Chunki kichik xato ham vaqtida tuzatilsa, katta muammoga aylanmaydi. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtatilishi har doim ham butunlay bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha to'xtatiladi, sabab bartaraf etilgandan keyin qayta tiklanadi. Masalan, hujjat yetishmayapti, manzil tasdiqlanmagan, nogironlik ko'rigi muddati o'tgan, bank rekviziti yangilanmagan yoki shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik bor. Odamlar esa darrov pensiyamni olib qo'yishdi deb qo'rqadi. To'g'ri yondashuv shuki, avval sababini yozma yoki rasmiy tartibda aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pul masalasi. Agar pensioner yoki uning vakili noto'g'ri ma'lumot bergani, muhim o'zgarishni yashirgani yoki huquq bo'lmagan davrda pul olingani aniqlansa, ortiqcha summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu yerda men bilmagandim degan javob har doim ham yordam bermaydi. Ayniqsa hujjatlarda imzo bo'lsa, arizada majburiyatlar ko'rsatilgan bo'lsa, xabardor qilish talabi bo'lsa, mas'uliyat yuzaga keladi. Misol, pensioner vafot etdi, lekin oila a'zolari uning kartasidan yana 2 oy pul yechdi. Ular marosim xarajatlariga ishlatdik deyishi mumkin. Insoniy tomondan tushunsa bo'ladi. Lekin huquqiy tomondan vafotdan keyingi to'lovlar alohida tartibda ko'riladi. Pensionerning tirikligida unga tegishli pul va vafotdan keyin tushgan pul bir xil baholanmasligi mumkin.
Shuning uchun bunday o'g'ir paytda ham bank kartadan shoshilib, pul yetishdan oldin tartibni aniqlash zarur. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma. Ko'p pensionerlar farzandiga yoki qarindoshiga sen olib tur deb og'zaki aytadi. Lekin og'zaki ruxsatga isbot talab qilinadigan holatda zaif bo'ladi. Ishonchnoma notarial tartibda rasmiylashtirilsa, unda kim, qaysi muddatda, qaysi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi ko'rsatiladi. Bu pensionerni ham, yordam berayotgan qarindoshni ham himoya qiladi. Ayniqsa pensioner yurishga qiynalsa, ko'z yaxshi ko'rmasa, chet elda bo'lsa yoki uzoq qishloqda yashasa, ishonchnoma masalasi juda muhim. Lekin ishonchnomaning ham chegarasi bor. Ishonchnoma pensionerning pulini o'zlashtirish huquqini bermaydi. Vakil faqat pensioner manfaatida ish yuritishi kerak. Agar vakil pulni olib pensionerga bermasa yoki uning ehtiyojlariga sarflamasa, bu alohida javobgarlik keltirib chiqarishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Aka-uka o'rtasida nizo chiqadi. Biri onamga men qaraganman, pensiyasi menga tegishli deydi. Boshqasi pulni o'zing ishlatgansan deydi. Bunday tortishuvning oldini olish uchun xarajatlar oddiy daftar bo'lsa ham yozib borilishi kerak. 4-nozik jihat: familiya, ism, pasport, ID karta, tug'ilgan sana yoki es tarix kabi ma'lumotlarda xatolik. Ba'zan bitta harf farqi ham tizimda muammo keltiradi. Masalan, pasportda O'g'iloy, eski mehnat daftarchasida Ugiloy, nikoh guvohnomasida boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Elektron bazalar solishtirilganda bunday farq pensiya hisobida savol tug'diradi. Ayniqsa mehnat stajini tasdiqlashda eski korxona nomi o'zgargan, arxiv hujjatlari yo'qolgan yoki yozuv tushunarsiz bo'lsa, oldindan harakat qilish kerak. 5-nozik jihat: ish staji va daromadni sun'iy ko'rsatish. Kimdir pensiya ko'proq chiqish uchun tanish orqali eski ish joyidan ma'lumotnoma olishga urinishi. Amalda ishlamagan, davrni ishlagan deb ko'rsatishi yoki daromadni oshirib yozdirishi mumkin. Men buni qat'iy aytaman, bunday yo'lga kirmang. Hujjat keyin tekshirilganda nafaqat pensiya qayta hisoblanadi. Balki ortiqcha olingan pulni qaytarish hujjat bergan shaxslar uchun ham javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Pensiya oz bo'lsa ham qonuniy bo'lgani yaxshi. Soxta hujjat bilan ko'paytirilgan pensiya keyin katta qarzga aylanishi mumkin. 6-nozik jihat: pensionerning o'zi xabardor bo'lmagan majburiyatlar. Masalan, ayrim to'lovlarda oilaviy holat, qaramog'idagi shaxslar, ta'lim shakli, nogironlik guruhi, yashash joyi yoki boshqa imtiyoz asoslari o'zgarsa, bu haqda ma'lum qilish kerak bo'ladi. Bitta misol qaramog'ida deb ko'rsatilgan shaxs mustaqil daromad ola boshladi yoki o'qishni tugatdi. Agar shu asosda qo'shimcha to'lov berilgan bo'lsa, vaziyat o'zgaradi. Ko'pchilik buni mayda narsa deb o'ylaydi, lekin to'lov aynan shu shartga bog'langan bo'lsa, bu mayda narsa emas. 7-nozik jihat: naqd pul va karta tanlovi. Ba'zi pensionerlar men kartani tushunmayman, naqd olaman deydi. Ba'zilari esa kartadan foydalanadi. Qaysi shakl bo'lishidan qat'iy nazar asosiy qoida bitta. Pul pensionerning o'ziga yoki qonuniy vakiliga yetib borishi kerak. Agar pochta orqali yoki boshqa usulda olishda pensioner uyda bo'lmasa, boshqa odam nomidan olish tartibi rasmiy bo'lishi kerak. Qo'shnim olib qo'ysin, kelinim olib qo'ysin, mahalladagi tanish olib beradi degan norasmiy yo'l keyin bahs tug'diradi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam: pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovmi? Ijtimoiy nafaqami yoki qo'shimcha ustamami? Bu juda muhim, chunki har birining sharti boshqacha. Pensiya turini bilmasdan menga mumkinmi yoki mumkin emasmi degan savolga to'liq javob berib bo'lmaydi. Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan, davlat xizmatlari orqali yoki rasmiy shaxsiy ma'lumotlaringizdan aniqlashingiz mumkin. Ikkinchi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, nikoh yoki ajrim hujjatlari, mehnat daftarchasi, harbiy xizmat hujjati, diplom, arxiv ma'lumotnomalari. Nogironlik xulosasi, bank rekvizitlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, masalan, ayol kishi turmushga chiqqan yoki ajrashgan bo'lsa, eski hujjat bilan yangi hujjat orasidagi bog'liqlik tasdiqlanishi kerak. Hamma biladi-ku, bu menman degan gap hujjat o'rni bosmaydi. 3-qadam: pensiya bo'yicha barcha o'zgarishlarni vaqtida bildiring. Manzil o'zgardimi? Chet elga uzoq muddatga chiqyapsizmi? Ishga kirdingizmi? Nogironlik muddati tugayaptimi? Bank kartangiz yo'qoldimi?
familiyangiz o'zgardimi, qaramog'ingizdagi shaxs holati o'zgardimi? Bularni e'tiborsiz qoldirmang. Men tavsiya qilaman, og'zaki aytib ketish bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, SMS, elektron murojaat raqami yoki boshqa iz qolsin. Keyin men aytgandim deyishdan ko'ra. Mana arizam raqami deyish kuchliroq. 4-qadam bank kartangizni himoya qiling. PIN kodni hech kimga bermang. Agar farzandingiz yordam bersa ham pul yechish va sarflashni nazorat qiling. Telefoningizga bank SMS xabarnomasini ulating. Har oy kamida bir marta karta kirim chiqimini ko'rib chiqing. Agar karta yo'qolsa yoki kimdir ruxsatsiz ishlatayotganini sezsangiz, darhol bankka murojaat qilib kartani bloklang. Pensionerlar ko'pincha uyat bo'ladi, bolamdan shubhalanmayman deydi. Bu shubha emas, moliyaviy tartibi. Tartib bo'lsa, oilada ham nizo kamayadi. 5-qadam, ishonchni to'g'ri rasmiylashtiring. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, chet elda bo'lsangiz yoki sog'lig'ingiz sababli idoralarga qatnay olmasangiz, ishonchli odamni tanlang va notarial ishonchnoma qiling. Unda vakil qaysi ishlarni bajarishi aniq yozilsin. Pensiya masalasida ariza berish, ma'lumotnoma olish, bank operatsiyasini amalga oshirish, hujjat topshirish yoki boshqa harakatlar. Ishonchnoma muddati tugaganini ham kuzatib boring. Muddati o'tgan ishonchnoma bilan ish yuritish muammo tug'diradi. 6-qadam, nogironlik bo'yicha qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Tibbiy hujjatlarni oldindan yig'ing. Shifokor xulosalari, ambulator karta nusxalari, tahlillar, davolanish varaqalari, statsionar epikrizlar, dori-darmon bo'yicha ma'lumotlar. Ko'rkka bir kun qolganda yugurish qiyin. Kamida 1 oy oldin tayyorgarlik boshlang. Agar sog'lig'ingiz og'ir bo'lsa, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Mahalla yoki tibbiyot muassasasi orqali tartibni aniqlang. 7-qadam, pensiya miqdori o'zgarsa sababini so'rang. Ba'zan odamning pensiyasi 1.800.000 ming so'mdan 1.600.000 so'mga tushadi yoki aksincha oshadi. Buni shunchaki qabul qilib yurmaslik kerak. Qayta hisob-kitob bo'lganmi, ustama tugaganmi, indeksatsiya qilinganmi? Qarzdorlik ushlab qo'llayaptimi? Bank komissiyasi bormi? Bularni aniqlang. Har bir o'zgarishning sababi bo'lishi kerak. Sababni bilsangiz, xato bo'lsa tuzatasiz. Xato bo'lmasa kelajakdagi rejangizni to'g'ri qilasiz. 8-qadam, murojaat qilishni biling. Avvalo yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim xizmatlardan foydalanish mumkin. Elektron murojaat yuborish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Arizada aniq yozing. Mening pensiya to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtatilganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Yoki pensiya miqdorim qayta hisoblangan bo'lsa, hisob-kitob asoslarini taqdim etishingizni so'rayman. Yoki manzilim o'zgargani munosabati bilan pensiya ishimni yangi hudud bo'yicha yuritishni so'rayman. Ariza qisqa. Aniq va hujjatlarga tayangan bo'lsin. 9-qadam, hujjat nusxalarini saqlang. Har bir ariza, ma'lumotnoma, xulosa, bank ko'chirmasi, ishonchnoma, javob xati nusxasini alohida papkaga joylang. Men pensiyalarga oddiy usulni maslahat beraman. Bitta qog'oz papka va telefonda bitta alohida rasm papkasi bo'lsin. Hujjatni topshirdingizmi, suratga olib qo'ying. Javob oldingizmi, saqlang. Bu odat keyin katta yordam beradi. 10-qadam, farzandlar bilan ochiq kelishing. Agar pensionerning pulini farzandi olib doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga ishlatayotgan bo'lsa, buni ochiq va tartibli qiling. Oy boshida pensiya tushdi. Masalan, 1.500.000 so'm. Shundan 300.000 dori, 2.000 kommunal, 600.000 oziq-ovqat, 200.000 shaxsiy xarajat, 1.000 zaxira deb yozib borish mumkin. Bu nazorat uchun emas, kelajakda tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. Ayniqsa bir nechta farzand bo'lsa, shaffoflik juda muhim. Pensiya ishlasa, pensiyasi to'xtaydimi? Har doim ham yo'q. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'pchilik fuqarolar qonuniy ishlashi mumkin. Lekin qo'shimcha to'lovlar, alohida imtiyozlar yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lovlar bo'lsa, shartlarini tekshirtirish kerak. Men tavsiya qilaman. Ishga kirishdan oldin yoki kirganingizdan keyin darhol pensiya bo'limidan bu mening to'lovimga ta'sir qiladimi deb yozma yoki rasmiy tartibda aniqlang. Chet elga chiqsam pensiyam yo'qoladimi? Safarga chiqishning o'zi pensiyani avtomatik yo'q qilmaydi. Lekin doimiy yashash, uzoq muddat qolish, shaxsni tasdiqlash, to'lovni olish tartibi va ishonchnoma masalalari muhim. Kartani birovga tashlab ketish eng xavfli yo'llardan biri. To'g'ri yo'l
ketishdan oldin tartibni so'rash, kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtirish, bank va pensiya ma'lumotlarini yangilash. Pensiya kartamni o'g'lim ishlatsa bo'ladimi? Sizning roziligingiz bilan yordam berishi mumkin. Lekin karta va pul sizniki. Ruxsatsiz ishlatish mumkin emas. Agar o'g'lingiz yoki qizingiz sizning manfaatlaringiz uchun pul yechayotgan bo'lsa, buni tartibli qiling. Katta summalar bo'yicha chek, yozuv va tushuntirish bo'lsin. Bu ishonchsizlik emas, huquqiy madaniyat. Pensiyam to'xtasa, birinchi nima qilaman? Birinchi navbatda sababini aniqlaysiz. Telefon orqali umumiy gap eshitish bilan cheklanmay, rasmiy murojaat qiling. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi ma'lumot mos kelmayapti, qaysi muddat o'tgan, shuni biling. Keyin kerakli hujjatlarni to'plab, qayta tiklash bo'yicha ariza berasiz. Agar xatolik idora tomonidan bo'lsa, uni tuzatishni talab qilish huquqingiz bor. Bugungi asosiy fikr shuki, pensionerlarga hayot kechirish, ishlash, davolanish, farzandlarga borish yoki o'z puldan foydalanish taqiqlanayotgani yo'q. Taqiqlanayotgan narsa boshqa. Pensiyani noqonuniy olish, o'zgarishlarni yashirish, pensioner nomidan asossiz pul yechish, muddati tugagan hujjat bilan to'lov olish, soxta ma'lumot berish va tartibni mensimaslik. Endi tizim ko'proq tekshiradi, ma'lumotlar solishtiriladi, xatolar tezroq ko'rinadi. Shuning uchun eng yaxshi himoya vahima emas, tartibdir. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Pensiya turini biling, hujjatlaringizni tekshiring, o'zgarishlarni vaqtida xabar qiling, kartangizni himoya qiling. Ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring va har bir murojaatni yozma iz bilan qoldiring. Shunda kutilmagan to'xtatish, ortiqcha to'lovni qaytarish yoki oilaviy nizo xavfi ancha kamayadi. Sizningcha pensionerlarning bank kartasidan farzandlari foydalanishi bo'yicha tartib yanada qattiqroq bo'lishi kerakmi yoki bu oilaning ichki masalasi deb qarash kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, huquqlar va pul masalalaridagi eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.